Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib, holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz, Rasululloh bo'lsalar edi, holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz, Rasululloh bo'lsalar edi. Sunnatlarin bajarib suyub, yuzlariga yuzimiz qo'yib, quchoqlasak qaniydi to'yib, Rasululloh bo'lsalar edi. Sunnatlarin bajarib suyub, yuzlariga yuzimiz qo'yib, quchoqlasak qaniydi to'yib, Rasululloh bo'lsalar edi. Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Haqqin yemasdi boylar, qurmas edi tillo saroylar, bo'lmas edi ishratgoh joylar, Rasululloh bo'lsalar edi. Yetim haqqin yemasdi boylar, qurmas edi tillo saroylar, bo'lmas edi ishratgoh joylar, Rasululloh bo'lsalar edi. Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Sekin aslanlar. Sekin joylashinglar. Ya Habibim, ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan
Çatlar oturan yerlerimiz var, stollarımız var. Sahnenin çat tarafıdır. Candan yürekten Ayman jolga үйрөткөн Haqiqatты сүйлөткөн Пайгамбар Расулаллах Тура жолду баштадың Артка кадам баспадың Аллахты айтып мактадың Мухаммад Расулаллах Аллаху Аллах Ömrüm sende Allah Allahu Allah La ilahe illallah Allahu Allah Merimin çeksiz Allah Allahu Allah Rabbim Allah Salamım sana Ya Resulallah Gözüm vurmağa Ya Resulallah Dilegim sen, diregim sen Ümidim sende Ya Resulallah Salamım sana Ya Resulallah Gözüm vurmağa Ya Resulallah Dilegim sen, diregim sen Ümidim sende Ya Resulallah Sen jönündө uğam gep Жалбарамын Кудай деп Бакыт изин көргөзгөн Сен улуусуң Мухаммед Ак жолуңду бузам деп Жулунганга ызам көп Ойлоп жатып өзүңдү Түш көрөйүн Мухаммед Аллаху Аллах Merimin çeksiz Allah Allahu Allah La ilahe illallah Allahu Allah Merimin çeksiz Allah Allahu Allah Rabbim Allah Salamım sana Ya Resulallah Gözüm vurmağa Ya Resulallah Dilegim sen, diregim sen Ümidim sende Ya Resulallah Salamım sana Ya Resulallah Gözüm vurmağa Ya Resulallah Dilegim sen, diregim sen Ümidim sende Ya Resulallah
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa cheksiz maqtovlar, shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat, salomlarimiz bo'lsin. Alloh taolo Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Günahlarimizni kechirgan bo'lsin. Hurmatli musulmon bir tug'anlar, sizlarni bugungi Ramazon oyi bayramingizlar meni chin yurakdan qutluymiz. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizdan keyin bizga Ramazon oyi bayramini berdi. Bu bayramni har qanday tadbirlar bilan kuchli qilib bizga o'tkazib bera turgan, ko'p yillardan beri xizmat qilib kelayotgan ushul Hadiya Qamqor Qayrimdullik fondi, jana ushul yerda xizmat qilib yurgan barliq yigitlarning nomidan ushul bayramga o'z salomini qo'shganlarning barlig'ina o'zimizni shukrlarimizni, rahmatimizni aytib ketamiz. Alloh taolam ulardan ajr savoblarini bersin, qiyomat kuni o'zi ularni ajrlarini bersin. Hurmatli musulmon bir-tuganlar, siz bilan bizga Ramazon oyi bayramini Alloh taolam o'zi jo'g'orqi ma'noda o'tkazib olishni barimizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. I am so glad to see all of you here in such a beautiful day. May Allah grant all people, all Muslims, with peace, joy and happiness. May Allah grant you and your loved ones with health and prosperity. Also, I would like to say thank you to our brothers from Hadiya Qamqor for organizing such a beautiful, great event in such a beautiful day. May Allah accept all our good deeds, praying Taraweeh, reading Quran, and forgive all our sins. May Allah grant all of us with Jannah. Я очень рад видеть вас всех в этот замечательный праздник. Пусть Аллах дарует всем мусульманам мир, счастье и покой в их домах. Пусть Аллах наградит вас и ваших близких счастьем и процветанием. Я также хотел бы поблагодарить наших братьев из организации Hadiya Qamqor за организацию такого замечательного мероприятия в такой замечательный день. Пусть Аллах примет все ваши благие деяния. Пусть Аллах примет ваше чтение Корана, чтение Таравиха и простит все наши грехи. Пусть Аллах наградит нас всех с вами раем. Поздравляю вас с праздником Уроза Байрам. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram musulmon birodar, aka uka, opa singil. Xush kelibsizlar. Avvalo kirib kelgan Ramazon oyi hayotinglar bilan tabriklayman. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyi ichi qilgan ibodatinglarni, tutgan ro'zalarni Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilgan bo'lsin. Kirib kelgan hayotinglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom salovatlar bo'lsin. Barchalarni kirib kelgan Ramazon hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Bizlarni kamtarona taklif qilgan mehmonlarimiz bizni taklifimizga yo'q demasdan shu bayramga kelganinglar uchun sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin, qiyomat kuni foydali tomonimizga hujjat qilsin. Biz Hadiya Qamqor Qayrimdullik fondi bir necha yillardan beri sizlarning xizmatinglardamiz. Biz bugun juda ko'p o'yinlar, juda ko'p sovg'alar, juda ko'p podarkalar tayyorlaganmiz. Ketib qolmaysizlar, oxirgacha turasizlar. Qo'linglardagi biletlar albatta o'ynaladi. Ularda yutuqlari sizlar ko'rib turgan joyda mana o'yin tomonimizda turibdi. Barchalarga oldinglarga qo'yilgan noz-ne'matlardan taomlanib, ularni o'zinglar tanma qilgandek, o'zinglar bergandek iste'mol qilsanglar bo'ladi. Va bu bayramga necha yildan beri hissasini qo'shayotgan, xizmat qilayotgan akalarimizdan barchalaridan Alloh taolo rozi bo'lsin. Yana bir bor hayit bayraminglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli akalar, hurmatli opalar, hurmatli singillar, hurmatli ukalar. Bugun sizlarni shu cho'ng bayramdan qutlov uchun Qirg'iz Respublikasining Jo'g'org'i Kengashining deputatlari, Jallabad imom xatiblari, Bozorko'rg'on rayonidagi imom xatiblari, Bozorko'rg'ondagi mamlakatlik administratsiyasining o'rinbosarlari, Jana shahar meriyasidan kelgan vakillar bor. Hozirgi so'zlarni shularga bersak, jashlab o'qib tursak, bugun sizlarni shu bayramdan qutlagani kelishdi. Bozorko'rg'on rayonidagi Bozorko'rg'on rayon bosh imomining xatibi To'xtamurod To'g'atorovga so'z beramiz. Baxtbek
Vaqt aka sizga so'z. Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Аллах Тааланын аты менен баштайман. Урматтуу жаштар, урматтуу ата-энелер, урматтуу Базаркон шаарынын тургундары, бүгүн мына жергебизде ушундай жакшы күн болуп турат. Сүйүнүп мына Рамазан айында орозо кармадык. Жараткан Аллахым туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Мына бүгүн сүйүнө турган, курсант боло турган ушундай айт майрамдап турабыз. Жараткан Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөр болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Айтыңыздар марек болсун. Ушул майрамды уюштуруп аткан, ушул жерде уюштуруучуларга, Кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү, Хадия Камкор фондунун жетекчисине жана коллективине жана ушул фондго жардам берип аткан демөөрчүлөргө жакын кызмат кылып аткан баардыгына ушул биз имамдар, дин кызматкерлери ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун, ушул фонддун иштерине дагы ийгиликтер болсун. Ар жылы ушул балдарга ушундай айт күнү, майрам күнү ушул курсант тартуулап келет. Алла ыраазы болсун. Дайыма ушул элибизге кызмат кыла бериңиздер. Ушул балдарыбыз дайыма ушундай жакшы күндөрдө ушул балдарыбыз жакшы ыймандуу болуп өсө берсин. Дагы бир айтыңыздар марек болсун. Rahmat so'zlaringizga. Hurmatli bugungi mayramda qatnashuvchilari, bugun mayram ustiga bir mayram bo'ldi desak bo'ladi. Chunki mana prezidiumda turganlarni bir bunday so'zga chiqadiganlarga bir nazar salsangizlar bilinadi. Jo'g'org'i kengash deputati Masabirov Talabek Aytmaboyev keltirib, hozirgi so'zni Hoji akamizga bersak, o'zini bir qutuqto'y so'zlarni aytsin. Marhamat Hoji aka. Rahmat. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү ошо айт майрамына келген урматтуу коноктор, сиздерди мына 12 айдын султаны болгон ыйык улуу Рамазан айы менен аяктап айтына майрамына келип отурасыздар. Айт майрек болсун, урматтуу мекендештер. Мына биз мусулмандар айкөл эл болобуз, имандуу эл болобуз. Мына бул жерде мына ата-энелер Хадия Камкор фондусу атайын мына биздин балдарыбызга майрам кылып берип атат. Ушул майрам биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз, келечек биздин балдарыбызда. Ошондон майрам уюштуруп берип аткан дагы бир жолу айтып кетейин, ушул Хадия Камкор фондуна чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ошондун коллективине, şu kızmatkerlerine barına Allah razı olsun. Mına karmağan orozоңор kabul olsun. Tarawih namazlarına, dualarına, ibadatlarına bergen ihsanlarına jaratkan Allah'ım kabul olsun. Jaratkan Allah'ım şu bizim Kırgızstanımızga ынтымак, тынччылык bersin. Asmanımız daima açık olsun. Şu Kırgızstan'ga her bir üyülörgö jaratkan Allah'ım rızkı bereke versin. Hurmatlı mekendeşler, daha bir jolu sizlerdi ayt mayramыңар marek bolsun dep çın жүрөктөн куттуктайм. Allah razı olsun. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. İnşallah mına Базаркоргон районунда, Базаркоргон шаарында көп жылдан бери мына аксакалыбыз, абабыз, ажабабыз мына дин кызматында, эл кызматында жүргөн Актайлак мечитибиздеги улуу урматтуу аксакалыбыз Тайыр ажыбызга сөз берсек. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecmaîn amma ba'd. Assalamu alaikum. O ayet mayramının katışuvçuları en birinci biz uyuşturgan Sancar, Uşan'ın Hadiye Kamkor fonduna razıçılık bildiriyoruz. Aktaylık'ta meşinin atılan degelle şu Kırgız elinin atılan meşrularga rahmet aytabız. Ulardan köptögen ayta verse sanak jetpey turgan işleri var. Ular Palestinaga çeyin yardım bergen, kayerде uşerde orunlarga yardım bergen, kıynalganlarga yardım berip uy alıp bergen şu Hadiye Kamkor fondu mına bugün ne kılıp atan? Ayet ötközüp berip atat mına yaşlarına. Ayetiňar marek bolsun, Hadiye Kamkor'un işi algılay versin. Bundan da köptögen jakşılıklardy kılıp
kıyналганlarga yardam versin. Allah Teala uşlardan razı olsun. Hiç kaçan kemiyesine Allah Teala uşlar baktılı olsun. Eliniz baktılı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Азыркы сөзүмдөгү Базар Короон шаарыбыздын баш имамы мына Базар Короонубузда 50ден ашык мечит бар. Ошол мечиттердин баардыгынын үстүнөн караган Базар Короон районунда кызматы көп жылдан бери мына дин кызматында, эл кызматында жүргөн дамлабыз, ажыбыз Абидинов Ашим дамлабызга берсек сөздү. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Hurmatlı cemaat, hurmatlı baldarımız, kızlarımız, geleceğimiz. Buna bugün bir kursant kuvana turgan gün inşallah Eid-i Ramazan aytı bul adamlardan yüreğini, gönlünü, yüzünü bir kursantçılık, gülkü, bir kuvanış tartılay turgan gün. Araplarda bir makal var. Ne güzel Araplarda delemez ko. Harun-u Raşid bir günü yolda baratsa bir aksakal kişi, yaşı bir topka jetip kalgan kişi göçet egip atkan болады. Anan Harun-u Raşid toktop duruyor aksakal. Yaşın bir topka jetiptir. Emi bul darak mömö berip giçe sen bul dünyadan ötüp ketesin ko. Bunun mömösünden de paydalanmaysın dese aksakal aytatken. Egişken eken biz jedik. Biz egip koysak bizden kiyinkiler jeyip degende bu danışmanlık sözünü Harun-u Raşid bir kalta tille öğretken. Dese Cenab-ı Aksakal kandayam tez, kandayam köp mömö verdi bul darak deytken. Bu danışmanlık sözünü dağı bir kalta altın veretken. Dese Cenab-ı Aksakal dağı aytatken. Kandayam köp bir yılda 2 jolu mömö verdi degende Harun-u Raşid tezirek ketip kalmasam kalgan tillamiyam alıp koyup dep tamaşalagan eken. Bundan aytışыбызда maksat mına Hadiye Kamkor bir kança yıldan beri mına şu iş-çaralardı uyuşturup atat. Bul degeni, bul baldar uyuşturup gitti. Mına uşul baldar bul nerselerdi görüp durat. İnşallah ayt bul mayram eken dep gelecekte ege turgan jol bolsa gelecekte uşul nerselerde özlerinden kiyinkilerge daha uşunday uyuştura turgan baldarımız aman bolsun. Allah Teala bardığınardı ayt bayramlar bilen kutuktayız üylörüngörgö bardığınarga Allah Teala baktululuktu versin. Assalamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Анда эмесе азыркы сөздүмна Базар Короон районунда көп жылдан бери дин кызматында, эл кызматында болуп, азыркы учурда Kırgızstan Müslümanlar Din Başkanması'nın Hazreti Müfti'nin Жалал-Абад обласындағы өкілі, жана ошондой эле Жалал-Абад облусунун казиятынын өкүлү болуп, Борбордук мечитибизде мына баш имамы Умарбеков Алмаз ажыбызга сөз берсек. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Allah Teala'nın salamı, rahimi, bereket sizlerle birgelikte olsun. Mına Ramazan, akırkı ayet Ramazan'da oturabız. Huday Teala'm tutkan rızası kabul kılsın. Bugün mına şul cemaati çakırıp, yeldi çakırıp, jurtu çakırıp, innemel mu'minin ihva, Müslüman bizge bir tuğan dep, mayramda çoğu tosup atırabız. Huday Teala'ya şükürler getirelim hurmatlı cemaat. Sizlerge Kırgızstan Müslümanlar Din Başkarması'nın Hazreti Müfti Zakir Abdülaziz Harun atынан, Жалал-Абад обласының қалысы Жээнбеков Нематулла Устаздың атынан sizlerge ayet bayramlarını kutuktap koy dedi, sizlerge jetkizdim. Allah Teala'nın bardığınızların altın başkaraman bolsun, zoğluңordu büyük bolsun, ayeti jakşı ötközöylük. Huday Teala bundan bulacakka, kiyinki Ramazanda, kiyinki aytadagı joluguşunu Huday Teala'dan suraylık. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Анда эмесе азыркы сөздү Базар Короон районунун мамлекеттик администрациянын өкүлү Кеңешбеков Заманбекке берсек. Саламатсыздар Базар Короон районунун тургундары. Сиздерге бүгүнкү айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Айт майрамын жакшы маанайда өткөрүп тосуп алыңыздар. Ошондой эле Хадия камкорлук фондуна да ушундай иш-чараны уюштурган үчүн терең ыраазычылык билдиребиз.
Ustozlar hammalarga rahmat. Sizlar mana shu Bozorqo'rg'on elini siylab kelgan bo'lsanglar, sizlarni Alloh taolo o'zi siylasin, Alloh rozi bo'lsin. Bir duo qilib qo'ysalar. Amin. Hayır bereket versin, devletinde bakarsın, kızırlasın, ketmez devlet versin. Doğru sırkonu alış kılsın, göz yaşlı alış kılsın. Şu bayramımız daha evdeki bayramlara şevulana versin. Eli yurtlu zaman memleket yüz bütün vardık şu bol baskan iyiliklerde Allah daha büyük bundan daha küçüğüne koştayıversin. Ve bardığına Allah Teala ömür versin. Allohu akbar, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli ota-onalar, farzandlardan kelgan bo'lsanglar, yosh bola farzandlarni yoningizda olib yuringlar, iltimos. Qadimiy lotereya o'yinlarimizdan boshlanadi. Nomerlarga qarab bee'tiborlik qilasizlar. Ko'rib turganlarda bu chap tarafda, Batut tarafda o'yinlarimiz bor. Kurash, ip tortish, shunga o'xshagan o'yinlarimiz bor. Shu tarafga taklif qilamiz sizlarni. Kurash boshlandi. Beli Bakuvvat akalar o'taveringlar. Abo Fuchiron so'rayapti, Salih Va 100 ta sovg'amiz bor, sizlar ko'rib turgan 100 ta sovg'amiz bor. Va 100 ta surpriz sertifikatlarimiz bor. Birinchisi Oybek aka Zubnoyni ishxonasidan 15 ta, 5 ta o'ziga 10 ta Zubnoy, besplatniy qarab berishlik. Apteka 25% chegirma, Detskiy Mir 25% chegirma, Al Hayot G'iyos akaning aptekasi 25% chegirma, 20 ta Sartaroshxonadan besplatniy
Shu sertifikatlarni olsanglar, borganda 25% aptekadan arzonlashtirish, sartarosh besplatniy va yozda 3 oy kanikulda ikkita domladan besplatniy o'qitib berishlikdan 5 tadan sertifikat. Xudo xolasa hozir sizlar chiqib mana bu joyga qo'linglarda bilet kimda ko'rinsa, mana ustozlarimiz, domlalarimiz, mehmonlarimiz boshlab beradi. Ashi raqamni 3 marotaba chaqiramiz. U odam kelib bizga yana moni ichidan bittani olib berish kerak. Keyin korobkaning ichida 100 ta sovg'a bor. 100 ta sovg'aning ichida tifal, sushulka, shunga o'xshash sovg'alar uni tagida. Yo bitta uzi chiqadi, yoki bitta zubnoga ko'rinish chiqadi, yoki bitta sartarosh besplatniy chiqadi, yoki detskiy mirdan 25% chegirma, yoki aptekadan 25% chegirma, yoki Aziya nimasini oldan parfumeriyadan 25% chegirma. Shunga hushyor bo'lasizlar. Hozir mehmonlarimiz, ustozlarimiz kelib biletni tortadi, biz e'lon qilamiz. Qo'linglardagi raqam to'g'ri bo'lsa, biz oldimizga kelinglar, o'zingizlarni sovg'alarni olib ketinglar. Nomer 072 nomer 072 Topuldimi? Egasi? Maşallah. Endi ta'sir ber, domlaga ber, ha, e'lon qiladi. Maşallah. Şu ukamiz 072 raqamda shiframan o'tdi termos. Maşallah. 570. Bilet kimde var? 670. Bir at qara qizim, to'ra kel. Bilet nomerlarni stol ustiga qo'yib qo'yamiz. Ichkarida Kirgiz stadionida ham odamlar to'la bor. Kelib qolsa keyin beramiz. Sizga dagi termos ingliz tilida. Qarindoshligida termos beringlar. Termiz Hayat klinika deydi. Maşallah. Hayat klinika. 38 kelingizlar. Maşallah kızım. Var mı? Niyat qal kızım, niyatda. Bismillah. Maşallah termiz Jomiya masjid madrasasi derken. O'qishga 320. Kelingizlar, prizini alingizlar. 1 nomer. Tefal Sartarash. Sertifikat. 155 nomer. Keyin ko'tarayoq salayik, ha? Qancha edi? 155. Mana tamam edi, bismillah deb olin. Yurun olin. Mana chiqib 155 taraf. Maşallah sushka dedi, uzidan. Beringlar sushkani, uzi apavuzdan. Sushka beramiz. Varpamizga 677. Acayip $5 çiğ başvurdum lan ona. Açık bismillah. Maşallah hayat klinikasından gelen termos. 708. Şöyle. 550. Ne alın bismillah. Şuradan alın. Açık. 824. Tefal Uzi dedi. 941 nomer. 941. Hijama Sokovajimka ismi. Sokovajimka. O filan yo'q. Sokovijmalkada. Hijamadan sizga besplatniy sertifikat. Qo'shimchasiga. Termiz madrasa rahmatulloh dedi. Bolaga ne termiz o'tdi beringizlar. Ya Nabi selam aleyk. 387. 387 nomer egasi. Olmondan bitta oling. Oching. Opa. Dokuz yüz on altı. Keyingi raqam. Opa siz bitta tort. 890 maşallah kelinglar. 800, 543, 890'dı chaqiryapmiz.
Qaytaramiz 800, 543, 890. Bular chiqib ketgandan keyin bular olib tashlaymiz. 800 fondan korobkadan oling bitta bilet. 543 oching aka. Bitta oling bundan. Ingliz tiliga bitta sertifikat va bitta termiz. Hayot klinikasiga bitta sertifikat va bitta tifal opamizga sertifikatda oling. Bu berilayotgan sertifikatlarda yozilgan Hayot klinikasidan bitta sertifikat, Hayot klinikasidan bitta sertifikat va bitta tifal. Abbos hoja, Detskiy mirdan bitta sertifikat, Detskiy mirdan va Sokumijalka. Hozirga mana siz hisobingiz 578. Sartaroshdan bitta sertifikat va bitta termiz. Uzi, bitta Uzi sertifikat. Uzi sertifikat va bitta termiz. Hojaga ingliz tilidan bitta sertifikat, nevaralaringizni shu bolada besplatni o'qitsangiz bo'ladi, kurjok va bitta tifal. Bitta tifal. 211 1 211 2 Hayot klinikasidan bitta sertifikat va bitta tifal. Chaqiramiz. Alloh rozi bo'lgan nabi, sahobalar sevgan nabi, yer va osmon ummatlarga rahmat bo'lib kelgan nabi. So'zlay desam so'zlarim ko'p, yuragimda gaplarim ko'p, ko'zlarimda yoshlarim to'p. Sog'indim-da Rasululloh, shamollarga sirim aytdim, sog'inchlarga to'lib ketdim, Madinadan yig'lab qaytdim. Sog'indim-da Rasululloh, shamollarga sirim aytdim, sog'inchlarga to'lib ketdim, Madinadan yig'lab qaytdim. Sog'indim-da Rasululloh, yarim kunga yo'lolmadim, xizmatingiz qilolmadim, sahobangiz bo'lolmadim. Sog'indim-da Rasululloh, yarim ko'nglim to'lsa edi, yillar ortga qaytsa edi, qani sizni ko'rsam edi. Sog'indim-da Rasululloh, ya Rasululloh, ya Habibulloh, ya Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam. Ya Rasululloh, ya Habibulloh, ya Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam. Shamollarga sirim aytdim, sog'inchlarga to'lib ketdim, Madinadan yig'lab qaytdim. Sog'indim-da Rasululloh, yarim ko'nglim to'lsa edi, yillar ortga qaytsa edi, qani sizni ko'rsam edi. Sog'indim-da Rasululloh, ya Rasululloh, ya Habibulloh, ya Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam. Ya Rasululloh, ya Habibulloh, ya Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam. Shu Bozorqo'rg'onimizda ancha yillardan beri shoirlik qilib kelgan ukamiz bor. Ergashoy o'g'li Hasanboyga beramiz. Shoir ukamiz. Hurmatli yurtdoshlar, barchangizni Hayit ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kanaga olganiga shukrlayman. Sog' salomat yetkazinglar. Alloh nasib ro'za aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Sen Allohga boqay desang salovat ayt. Jamoliga boqay desang salovat ayt. Payg'ambarim Muhammad Mustafoni shafaatin topay desang salovat ayt. Gunohingga tavba qilgin g'ofil banda, aks holda azob bo'lar shirin jonga. Qiyomatda bundan boshqa bo'lmas foyda, ahli jannat bo'lay desang salovat ayt. Bu manzilda seni yo'g'u boring ham shu, do'zaxlardan asrayuvchi doring ham shu, qabringni yoritgan chirog'ing ham shu. Yorug' joyda o'tay desang salovat ayt.
yorug' joyda yotay desang salovat ayt. Abdulla aka. Qut baraka, fayz bo'lar ichingda. Gap kattadir shaytonning yengishinda. Ming savob bor bir xayrlik ishimga. Rasululloh kilsaydilar shunga. Ey yo'llar ikki olam sarvari. Orzu qilib duodadir ummati. Eng buyuk zot Allohning payg'ambari. Rasululloh kilsaydilar shunga. Odobini degan o'zi maqtagan. Yetimlarning dillarini shod aylagan. Ummatlarning ibodatga undagan. Rasululloh kilsaydilar shunga. Endi do'stlar, vatanimiz tinch bo'lsin. Xonadon va qishloqlar nurga to'lsin. Qabul qiligin men shoirning duosin. Rasululloh kilsaydilar shunga. Rasululloh kilsaydilar shunga. E'tibor uchun rahmat. Aziz mehmonlar, albatta sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish uchun biz Hadiya Kamkor Xayrumdulov fondi qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Faqat sizlar ham bizga yordamlashinglar, tartib saqlanglar va yosh bolalarga e'tibor beringlar. Sizlar uchun olingan hamma sovg'alar, hamma o'yinlar sizlar uchun. Mehmonimiz bor, Sanjarbek akamiz taklif qilamiz. 8 yildan beri hayit bayramini o'tkazib kelayotgan bo'lsak, albatta shu sahnadagi hoji akalarimiz, sahnadagi akalarimizning xizmati katta. Bir narsani boshlashlik oson, uni boshlashlik qiyin, uni davom ettirish oson. Bu akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana birinchi Hadiya Kamkor Xayrumdulov fondini 2013-yildan beri boshlab xizmat qilib kelishyapti. Biz bularning davomchisimiz. Aziz mehmonlarimiz, sizlarni kelganinglar uchun rahmat. Mana Sanjar akaga so'z navbatida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Bozoqo'rg'on xalqi, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar. Mana shunday bayram bo'lishlikka siz azizlar sababchi bo'lyapsizlar. Biz faqatgina sababchimiz xolos. Bozoqo'rg'on xalqida shunday yaxshi, sahiy insonlar bor ekan. Sahiy akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz bor ekan. Mana yildan yilga bayramlarimiz bayramga aylanyapti. Alhamdulillah. Alloh taolo har biringizlarga, xonadoningizlarga Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Hech qaysi xonadonda, hech qaysi bola otam, onam deb yig'lamasin. Hech qaysi xonadonda ona, ota, bolam deb yig'lamasin. Jamiyatimizda yetim bolalar ozaysin. Jamiyatimizda sahiylarimiz ko'paysin. Jamiyatimizda dindorlarimiz ko'paysin. Elimizga, dinimizga xizmat qiladiganlar ko'paysin. Bugun mana Hadiya Kamkor jamoati qancha yetimlarning ko'z yoshlarini ko'ryapmiz. Qancha yetimlarni yig'layotganini ko'ryapmiz. Qancha bolajonlar otam, onam deb yig'layotganini ko'ryapmiz. Hurmatli jamoatlar, meni uyim yaqin. Uyimga borib ko'ring. Uyimdagi onaga zor bolalarni ko'ring. Bugun mana Jalloddagi 100 dan oshiq yetim bolalarni borib ko'ring. Birgina shularni oldiy suhbatini olib ko'ring. Qarang qanchalik yig'laydi, qanchalik mehr beradi sizlarga. Shuncha Allohdan so'ranaylik. Shunda tinchlik makonlarida, tinchlik zamonlarda yashayotgan ekanmiz. Allohga hamdlar aytaylik. Hurmatli onalar, hurmatli otalar, hech kimimiz farzandimizni tashlab ketmaylik. Hech kimimiz farzand dog'ida kiymaylik. Hurmatli jamoatlar, yana bir bor sizlarga bayram muborak bo'lsin. Har bir xonadoningizlarga Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Hech qaysi xonadonda hech qachon yomon kunlar bo'lmasin. Yanagi hayitlarga yanada zo'r bo'lib, bundan ham yaxshi bo'lib o'tkazishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Bugun mana shu Bozoqo'rg'on xalqi, ya'ni mana shu Islombek, mana shu birodarlarimiz jamoati, hoji akalarimiz shunday ozgina harakati bilan mana shunday darajada bayram bo'lyapti. Keyingi bayramlarimizga ham inshaalloh befarq bo'lmaysizlar. Ko'pchilikni xizmati, ko'pchilikni harakati juda katta narsani keltiradi. Mana shunday bizning murojaatlarimizga, mana shunday Islombekning murojaatlariga befarq bo'lmaylik. Bugun mana ko'ryapsizlar, Bozoqo'rg'on shahrimizda qancha yo'llar, qancha ko'priklar, qancha narsalar
o'nglanib, yangilanayotganini ko'ryapsizlar. Shularga mana shunday yoshlar sababchi bo'lyapti. Kelinglar bugun hech bo'lmasa qo'limizni ochib, mana shunday xizmat qilayotgan birodarlarimizni haqqiga duo qilib qo'yaylik. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Shu bozor qo'rg'on ahli, aziz birodarlar, xush kelibsizlar. Bugungi hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Bayramni bugun mana yaxshi o'tyapti. Buning sababchilari avvalambor mana Islomjon domla, Zohidjon domla boshchiligidagi Hadiya Kamkor jamoatining bir qancha yigitlari. Men shu yerga tashrif buyurgan barcha bozor qo'rg'on ahli nomidan bu jamoat yigitlariga, shu domlalarimizga, ustozlarimizga va sababchi bo'lib, ehson qilib, qatnashib, mehnati bilan, mablag'i bilan qatnashib, shu bayramga, shu yosh bolalarga quvonchlariga va hayitni bayram chiroyli bayram shaklida o'tkazishga sababchi bo'layotgan shu birodarlarimizga hammalaringlarni nominglardan minnatdorchilik bildiraman. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Nima ezgu niyatinglar bo'lsa, niyatlaringizga Alloh taolo erishtirsin. O'zi va'da qilgan savoblarini ko'paytirilgan holda sizlarga nasib qilsin. Bundan keyingi hayitlarda, bundan keyingi shunday hadiya savob ishlarda Alloh taolo sizlarga kuch-quvvat bersin. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bozor qo'rg'on ahli, hammalarni ushbu kutgan hayit bayrami bilan muborak bo'lsin aytamiz. Hammalar tabriklaymiz. Mana bizni shu hayit bayramiga komillik qilgan, hissasini qo'shgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh qilgan ehsonlarni qabul qilsin. Mana hozir Jallobod oblasida ham soat 2 da 300 ta yetim bolalar uchun hayit bayrami uyushtirganmiz. Agar vaqtinglar bo'lsa, borib o'sha yetim bolalarni boshlarini silab, borib o'sha hayit bayramida yana bir ko'rib, o'shada bir tabriklaringizni aytib kelishinglarni so'raymiz. Assalomu alaykum. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo umringlarga, rizqinglarga baraka bersin. Alloh uchun Alloh taoloning xizmatidan charchamanglar. Ana akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Kenjabek hoji akamiz har yili, har hayitda beminnat marojna tarqatadi. O'zini yanidan Alloh taoloning roziligi uchun, shu yosh bolalarni quvonchi uchun, yosh bolalarning xursandchiligi uchun biz Hadiya Kamkor Xayrumdulov fondi bir necha kunlardan beri sizlarni bayramga taklif qilib tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsak, hozir shu bayram charchoqlari sizlarni xursandliklarini ko'rib bizdan chiqdi va bu kayfiyatimiz inshaalloh keyingi hayotgacha davom etadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qilgan ehsonlarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga mukofot sovg'alarimiz bor. O'yinga qatnashsaki, u bolajon uchun sovg'amiz bor. Qo'llardagi sertifikatlar G'iyos aka Hayot klinikasidan 20 ta berilgan, yutgan odamlar bo'lsa, ana shu yerda besplatno ko'rinishingiz mumkin. 20% emas, besplatno ko'rinasiz. Va undan keyin Oybek aka Zubnoy bilasizlar, katta banyasaning yonidagi. O'sha yerda 15 ta sertifikat bor. O'shanda besplatno borib ko'rinishingiz mumkin. Muhammad Aziz deb ingliz tilidan 10 shtuk sertifikat berganmiz. Ana shu bolaga ham
borasa besplatno nomerlarini, adreslarini sertifikatga yozib qo'yganmiz. Va undan keyin saltaroshlar qo'llariga tushgan bo'lsa, sertifikat 20 ta besplatno borib soch oldirishi mumkin o'g'il bolalar. Bizda Bahram 10 shtuk hijoma, undan nomerlarini yozib, adreslarini yozib qo'ygan qo'llarda sertifikatlarga. Va undan keyin 5 ta Rahmatullohni madrasasiga Kanakulda 5 ta bola bo'lib bepul o'qishi mumkin. Keyingi sertifikatda hojida yozib qo'yganmiz. Sertifikat ichida nomerlar yozilgan 15 ta. Unda ham Atrupa apteka 20 yoki 25% skidkasi bilan Sardorbeyga Detskiy Mir Aziya magazin yonidagi Detskiy Mirda qo'lidagi sertifikat bilan borsanglar 20% skidka qilib beradi. Sotilayotgan narxidan 20% skidka qilib beradi. Va undan keyin yana 5 ta madrasa bor. Rustamjon qori aka Jami masjidda marojnamiz tarqatiladi. 1 minut ichida mana 3 ta hot qilib qo'ygan. Shu hotga kelib turasizlar. Glaniy hotimiz o'rtada va chekada hotlarimiz bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Millatim Ibrohim Halilulloh millatidanman. Kimning mazhabidansan? Imom Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim Chahoriyotlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Musoqdan beri. Al-Musoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? E'tiqodim ahli sunnat val jamoa e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni, undan keyinchi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni, undan keyinchi ota-onamni, undan keyinchi barcha mu'minlarni. Seni kim yaratgan? Alloh taolo. Nima uchun yaratgan? O'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat degani nima? Ibodat Allohning aytganlarini qilish. Iymon kalimasini aytchi. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Ma'nosi nima? Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad alayhissalom uning elchisidir. Hammaga hayit muborak bo'lsin. Sizga hammasiga. Hozir marojna tarqatamiz. O'ng tomonga 5 ta, chapga 5 ta, o'rtaga bir 7 ta kirsa, ichkaridan, Kenjabek aka qani? Kenjabek aka. Musulmon ahliga hayit muborak. Hammaga beramizmi? Sog'lig'inglarga demay qoldi. Voy, keyin 5 ta bola bo'lininglar, 5 ta bola ayollarga. 5 ta bola bo'lsin, aka bo'lsin. Qani, tomla. أين دجاجة؟ نعم Marojnalarni bittadan olsanglar hammanglarga yetadi xudo xolisa. Faqat tartib tushaverasizlar, iltimos. Besh yashar Abdulloh degan bola. Aytibdi. Qo'llarni hottada keling. 5 yashar Abdulloh degan bola. رجل عرف الدين فهو صدق وهو حليم احنا من تقصير ساعة تحفظ وقتي في مدرستي او في بيتي جيم حاء صاد دال دال راء ساء سين شين صاد ضاد ضاء ضاء
قاف كاف لام ميم نون حاء واو ياء هذه حروف الهجاء. Ikkinchi sinfdagi o'quvchilarni taklif qilamiz. Nol 53 bilet 053 karobkani ichidan oling, sovg'a. 897 keldi. Hoji akamizga hijomadan bitta sertifikat va bitta termiz. Bitta Uzi'dan sertifikat, bitta Uzi sertifikati va bitta Tifal. 044 bilet keldi. Ondan bitta oling. Sartaroshxonadan bitta sertifikat, bitta Tifal. Nechinchi? 870 bilet keldi. Mana bitta torting. 870 moqiz bitta oling. Oching. Sizniki. Hayot klinikasidan sertifikat, bitta Tifal. Maşallah. Magazin Detskiy Mirdal 25% sovg'an oling. Magazin Detskiydan sertifikat va pilisos 654. Magazin Detskiy Mirdan bitta sertifikat. O bitta Tifal. Bitta Uzi'dan sertifikat 633. Sokum Ijalka va Jome masjidiga bitta madrasa sertifikat 760. Torting. Qavmlari uzotib o'ldi. Sujulka Hayot klinikasidan sertifikat. 813 761. Bitta Termiz Jome masjidiga sertifikat. Maşallah. 959 keldi. Bitta Tifal Sartaroshxonaga sertifikat. Maşallah 813. Maşallah Sokumijalka bitta. Magazin Detskiy Mirdal 760. Hayot klinikasidan sertifikat. 813. 813. Bitta bilet torting. 898. Tezlashamiz, vaqtimiz oz qoldi. E'lon qilinglar bo'lmasa. 3 ta joydan kiradigan hotimiz bor. 778, 702. 3 ta biletimiz 792. Kelyapti hozir bitta to'xtang. Mana shu odam bitta monichidan torting. Sertifikatni ham olasiz. Bitta Termiz, bitta Uzi sertifikati. Tifal va hijomaga bitta sertifikat. Tifal ingliz tiliga bitta sertifikat. 637 oshimiz tayyor bo'lib qolgan. Sizlar uchun qovur akalarimiz ertamandan beri xizmat qilyapti. 5 yangi yordamga 592 838 779 1 2 3 592 592 nomer egasi, 838 nomer egasi, 779 nomer egasi. Qo'llarimiz, barcha sovg'alarimiz sizlar uchun. Faqat qo'linglardagi biletinglar chiqishi kerak. Nol 75 847 075 847 087 Tifal Uzi 847 087 Nechi? 815 9 Savoydan. Tifal 5 yangi bilet 89 95 yangi bilet 087 1 2 267 721 650 Termiz atirga sertifikat
Bitta Termiz hayot klinikasi sertifikat. Termiz hijomaga bitta sertifikat. Ingliz tiliga sertifikat. Tifal ingliz tiliga sertifikat. Hayot klinikasiga sertifikat. Sushulka va bitta UZIga sertifikat. 793 Termiz jome masjidi madrasasiga sertifikat. Magazin Detskiy Mir. Bilet tushib ketdi. 861 113 Deymanmi? Oshni yaxshi ko'raman. Menga o'sha mana bu yigitlar ham oshni yaxshi ko'radi. O'shancha hamma serfarzand. $271-249 oxirgisi 371-249 754 bilet 754 236 Tifal sartaroshxonaga sertifikat. Tifal sartaroshxonaga sertifikat. Oxirgisi 236 129 yangi biletlarga o'tdik. Bitta bitta. 532 Sokum ijara va sartaroshxonaga sertifikat. 124 367 10 Sushulka va bitta UZIga sertifikat. Oppog'oyim degan qizni onasi kim? Ertaman tashagan ekan opasi, hali kelmabdi. Biz xizmatda bolalar choyini berib qarab o'tirishgan. Oppog'oy degan qiz. Sovg'alarimiz oz qoldi. 566 113 Bu qiz yordi. Bu qiz ham yordi. 393 Yorolmadi. 912 keldi, bitta bilet torting. Sokum ijara va atalga sertifikat. 630 319 912 912 keldi, bitta bilet torting. Oppog'oyda opachasi qarisiz, Oppog'oyda opachasi. Tortila. Ingliz tiliga sertifikat. Termiz madrasaga sertifikat. 039 Ana, boshladik, qani bismillah. Hadiya kampur, hurmatli mehmonlar. Hadiya kampur. Tashqarida balet kuttiramiz. Hadiya kampur, ayrim bo'lib oldi. Do'stlik g'alaba qozondi. Sovg'alarimizni olinglar. Farzandlaringlar uchun. Talash ovojaringni olinglar. Yosh bola chiq. Yosh bola qo'lda to'xtab. Yosh bola qo'lda to'xtab qo'yish.
عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت خبز دال ديك أين البائع ذاك البائع أين البيت هذا البيت دال ديك وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين دال ديكور راء رجل أين الكلب أين الكلب نعم الكلب سايا زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي سايا زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي سايا زهرة سين ساعة أين أصفر أين أحمر نعم ألف لام سين جيم حاء صاد دال دال راء ساء سين شين صاد ضاد ضاء واو عين غين ساء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة شين شمس صاد صائد أين سمكة أين سمكة نعم سمكة ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني ضاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل ضاد ضابط ضاد مدينة تجلالة حتى يراك تمتنيد نبي مزمت لردة قرآن قد شمقنيد مدينة مثل الأخبار فخاب يطابع الأربار الله السجائن بزر ديار مدينة يم بسيطة مدينة يم بسيطة مدينة مدينة أقل ناس حزينة 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 Ramazan geldi Ramazan Ramazan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah bizge cüz vurup dilge iman toldurup dostlardu da suyundurub Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Erte turup momundar bataklaylı Kur'an'dan Hıylap çibersin şeytanlar ey Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Cılaylanıp bir gelgen Bul min cılga ten gelgen Allah bizge farz degen Ramazan geldi Ramazan Marek olsun Ramazan sizge Kutlu olsun Ramazan bizge Ramazan geldi Ramazan geldi Kutlu olsun Ramazan bizge Ramazan geldi Ramazan Allah suygan momundar İmanga bay musulmanlar Sabır menen gün ötmez Hayit bayramingiz mübarek olsun. Hayit bayramingiz mübarek olsun. Hayit bayramingiz mübarek olsun. Ey musulman tuğanlar ey Ramazan
Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Marek bolsun Ramazan bizge. Ramazan geldi Ramazan geldi. Kutlu bolsun Ramazan bizge. Ramazan geldi